Assalomu alaykum. Ushbu video faqat 18 yoshdan oshgan tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda oilaviy munosabatlar, hissiy kurashlar va hayotiy saboqlar haqida gap boradi. Agar sizda shunga o'xshash hissiy holatlar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Video davomida hech qanday nojo'ya yoki zararli mazmun yo'q. Rahmat. Bir kuni tongda, ertalab soat 6 da, Malika kozini ochdi. Yonida eri yo'q edi. Lekin bu safar yo'qligi uni xursand qildi. Va aynan o'sha xursandchilik uni butun umr qiynadi. Chunki u o'sha kuni birinchi marta o'z eriga xiyonat qilgan edi. Va o'sha xiyonatning sababi deb o'ylagan narsa aslida uning hayotidagi eng katta yolg'on edi. Bu hikoya bir ayolning, Malikaning pushaymonligi, ichki kurashi va oxir-oqibat topgan haqiqati haqida. Agar siz ham hayotingizda bir qaror qilgansiz va keyin o'zingizdan so'ragansiz, nega shunday qildim? Unda bu video siz uchun. Oxirigacha qoling. Chunki bu faqat hikoya emas, bu ogohlantirish. Malika 34 yoshli, Toshkentda yashovchi oddiy ayol. 2 farzand onasi. Kamtarin kiyinuvchi. Ko'p gapirmaydigan. Qo'shnilar uni sabr mezon derdi. U 18 yoshida turmushga chiqdi. Kelin bo'lib tushgan uyida hamma narsa qoidaga asoslangan edi. Ertalab soat 6 da turish. Qaynonaning choyini o'zi damlash. Bolalarni o'zi kiyintirish. Erini ishga o'zi kuzatish. Kechqurun esa hamma yotgandan keyin o'zi ham yotish. Bu hayot edi. Shikoyatsiz, ovozsiz, ansoatsiz. Eri Sardor o'rtacha daromadli, ko'p gapirmaydigan, uyga pul olib keladigan odam. Yomon emas. Lekin uzoq. Juda uzoq. Yillar o'tdi. Malika bir kuni eridan emas, o'zidan so'radi. Men bu hayotda bormanmi yoki shunchaki vazifa bajarayapmanmi? O'sha savol hamma narsaning boshlanishi bo'ldi. Malika o'sha yili mahallasidagi tikuvchilik kursiga yozildi. Maqsad oddiy edi, uyda o'tirmaslik. Bir narsa bilan band bo'lish. Kurs rahbari Jamshid 38 yoshli, ko'p ko'rgan, ko'p bilgan odam. U Malikaga birinchi kuni shunday dedi. Siz o'rganish uchun emas, balki o'zingizni topish uchun kelganga o'xshaysiz. Malika bu gapni istehzo deb o'yladi. Lekin uyga qaytib, ko'p o'ylab qoldi. Keyingi haftalarda Jamshid uni tingladi. Faqat tingladi. Hech narsa so'ramasdan, hech narsa talab qilmasdan. Va Malika o'sha tinglash ichida, o'zi ham bilmagan holda erigan. Chunki 16 yil davomida uni hech kim shu tarzda tinglamagan edi. Na eri, na qaynonasi, na do'stlari. O'sha tinglash uning uchun dori bo'ldi. Lekin keyin zahar. Psixologlar bu hodisani emotional neglect, ya'ni hissiy e'tiborsizlik deydi. Odam uzoq vaqt e'tiborsiz qolganda, birinchi uni sezgan odamga emotsional bog'liq bo'lib qoladi. Bu zaiflik emas. Bu insoniy tabiiy reaksiya. Lekin bu reaksiyani to'g'ri yo'lga solish har kimning o'z mas'uliyati. Malika o'sha mas'uliyatni o'sha kuni unutdi. O'sha kuni kurs tugagandan keyin, o'sha kuni Malika uyga qaytmadi. U o'ziga o'zi dedi, faqat bir soat. Faqat gaplashamiz. Lekin hayotda faqat degan so'z ko'p narsaning boshlanishi. Va o'sha kechasi Malika o'z eriga birinchi marta xiyonat qildi. Ertasi kuni ertalab soat 6 da Malika kozini ochdi. Eri yo'q edi. Ish safariga ketgan edi. Va Malika o'sha lahzada xursandchilikni his qildi. Chunki unga qarashi shart emas edi. Lekin o'sha xursandchilik atigi 5 daqiqa davom etdi. Shundan so'ng ichida biror narsa singan edi. U hammom tomonga o'tdi. Kozguga qaradi. Va kozgudagi o'zini tanimadi. Bu his psixologlar kognitive dissonanti, ya'ni ichki qarama-qarshilik deydi. Siz bir narsa qilasiz, lekin bu narsa sizning o'zligingizga zid. Va o'sha qarama-qarshilik odamni asta-sekin ichidan yeydi. Malika o'sha kuni birinchi marta yigladi. O'zidan uyalib. Siz hozir o'ylashingiz mumkin, bu uning o'z muammosi. Nima uchun menga kerak? Lekin bir daqiqa to'xtang. Chunki keyingi qism nafaqat Malika haqida. Bu sirlari bor har bir odam haqida. Siz bilasizmi, sir saqlash odamning tanasiga qanday ta'sir qiladi? Davom eting, chunki bu sizni hayron qoldiradi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, katta sir saqlagan odamlarda uyqu buzilishi deyarli 80% hollarda kuzatiladi. Ishtaha o'zgarishi, ko'p yeyish yoki umuman yemashlik. Yaqinlarga nisbatan gazab, aslida o'z-o'ziga nisbatan gazab. O'zgaga ko'chirilishi. Va eng qizigi, sirni saqlagan odamlar asta-sekin o'zlarini 2 kishilik his qila boshlaydi. Biri hammaga ko'rinadigan,
yana biri faqat o'zi biladigan. Bu ikki men o'rtasidagi kurash ba'zan yillar davom etadi. Malika in bu kurash 4 yil davom etdi. O'sha kundan keyin Malika o'zgardi. Bolalariga avvalgidan ko'proq gamxo'rlik qildi, lekin bu gamxo'rlik ichida bir aybdorlik yashiringan edi. Eriga avvalgidan ko'proq e'tibor berdi, lekin bu e'tibor emas, balki tolash edi. O'z vijdoniga tolash. Sardor bir kuni xotiniga dedi: "Sen o'zgarding. Yaxshi tomonga. Nima bo'ldi?" Malika tavkid. Lekin o'sha kulish uning ichidagi eng achchiq lahza edi. Jamshid bilan aloqa o'sha kundan keyin uzildi. Malika raqamini blokladi. Kursga bormadi. Hatto o'sha ko'chadan ham yurmadi. Lekin xotira bloklanmadi. Har kecha uxlashdan oldin o'sha kecha uning ko'z oldida o'tardi. Va har safar u o'ziga dedi: "Agar u meni shu tarzda tinglaganida, men bunday qilmagan bo'lardim." Bu o'zini oqlash edi. Va bu oqlash eng xavfli narsa. Chunki odam o'zini oqlagan zahoti o'rganadi, keyingi safar ham shu bahonani ishlatishni. Ko'plab oilaviy munosabatlar ekspertlari aytadiki, birinchi xiyonatdan keyin odam ikki yo'ldan birini tanlaydi. Birinchi yo'l to'xtatish, tan olish, professional yordam izlash. Ikkinchi yo'l o'zini oqlash, yashirish, asta-sekin bu bilan yashashga o'rganish. Ikkinchi yo'l ko'rinishda osonroq, lekin natijasi ancha og'ir. Malika o'sha ikkinchi yo'lni tanladi. 4 yil o'tdi. Malika katta qizini maktabga olib bordi. O'sha kuni boshqa bir ona bilan gaplashib qoldi. O'sha ona bexosdan Jamshid Stongwe-Vastaken. U tikuvchilik kursini yopibdi. Sababi bir oilaviy janjal bo'lgan deyshadi. Malika hech narsa demadi. Lekin uyga qaytib darvozani yopishi bilan devorga suyanib yiglab yubordi. Chunki u 4 yil davomida o'ziga degan edi: "Bu mening sirim. Hech kim bilmaydi." Lekin sirlar doim biror joydan chiqadi. Xoh odamlardan, xoh o'z vijdonining ovozi orqali. O'sha kechasi Malika eri uxlab qolgandan keyin varaq olib yozdi. Hech kimga emas, faqat o'ziga. U yozdi: "Men nima qildim? Nega qildim? Va bu meni qanday qilib oldirdi?" O'sha varaqda 4 yillik yuk bor edi. Va u o'sha varaqni yozib bo'lgach, birinchi marta haqiqiy yigladi. Keyingi haftada Malika psixologga murojaat qildi. U hech narsani yashirmadi. Va psixolog unga dedi: "Siz yomon odam emassiz. Siz ko'p vaqt hissiy yolg'iz qolgan va noto'g'ri yo'l tanlagan odamsiz. Bu ikki narsa farqli." O'sha gap Malikaning hayotidagi burilish nuqtasi bo'ldi. Keyinchalik Malika eriga hamma narsani aytdimi? Bu eng ko'p so'raladigan savol. Javob: u aytdi. 1 yildan keyin juftlik terapiyasida Sardor Godstut. Lekin u ketmadi. Ular ikkalasi ham bu yo'lni birga bosishga qaror qildi. Bu oson yo'l emas edi, lekin to'g'ri yo'l edi. Malikaning hikoyasi ko'plab ayollar va erkaklar hayotida takrorlanadi. Lekin bu hikoyadan 3 ta asosiy saboq chiqadi. Birinchi saboq: hissiy yolg'izlik, Ariel Danger. Agar siz o'z juftingiz bilan ichki muloqotni yo'qotgan bo'lsangiz, bugun gapiring. Kutmang. Ikkinchi saboq: birinchi noto'g'ri qadam hayotning oxiri emas, lekin uni yashirish uni ikkinchi, uchinchi qadam qiladi. Tan olish eng og'ir, lekin eng shifo beruvchi ish. Uchinchi saboq: professional yordam ojizlik emas. Psixolog yoki munosabatlar mutaxassisiga borish aqlli insonning ishi. Hamma narsa o'z-o'zidan hal bo'ladi deb o'ylash, bu esa haqiqiy ojizlik. Malika bugun o'z hayotini qaytadan quryapti. Oson emas, tez emas, lekin u o'sha ko'zgudagi o'zini endi tanidi. Va bu hamma narsaning boshlanishi. Agar bu hikoya sizga biror narsa hissettirgan bo'lsa, pastda like bosing. Agar tanishlaringizda shunga o'xshash vaziyat bo'lsa, bu videoni ulashing. Sababi ba'zida odamlar o'zlari izlamagan narsani topishadi. Komment yozing, bu hikoyadan qaysi saboq sizga eng ko'p tegdi? Yoki agar xohlasangiz, o'z fikringizni anonim ravishda baham ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, chunki keyingi videoda yana bir haqiqiy hayot hikoyasi sizni kutmoqda. O'zingizni asrang, yaqinlaringizni qadrlang. Ko'rishguncha.